Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, obunachilar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Xudo videolarni olishni boshladik. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek savdo kompleksi. Bugungi kunimiz nechi kun? 28-dekabr, haftaning yakshanba kuni. Xudo videolarni boshladik. Assalomu alaykum. YouTube'ga video olaveraymi? Savdolar bo'lyaptimi? Qanchadan bular? Bular 75 ming pachkaga. Narxi 75 ming so'm ekan, pachkaga 54 gacha ekan razmeri. Bularchi velvetlar. Bular 105 ming. 105 mingdan velvetlar tepas. Bular 52 gacha shiklik, 52 razmer turibdi. Bunaqasi omonat ekan, yiqilib ketasizlar. Ketaman deyapsiz bular. Ha, sal qoldi yiqilib ketishiga. Bu tomonlarchi hali? Bu ham 75 mingda rasvetkasi ekan, 54 gacha razmer. Hozir ichkarilardan video qilamiz. Bular qanchadan? Bular 70 ming. Bular 70 ming so'm, velvet yuqqasi, tevani o'zi ekan, uzungina. Bunilarichi? Buni 130 ming toza bambuk. Bu 130 ming so'm ekan, toza bambuk. Mana 70 ming. Bu 70 ming so'mligi ekan. Donaga ham savdo bor, ha? Ha, bor. Yangi ochsiz do'konni. Qullov bo'lsin, ilohim. Ko'p daromadlar qilib berlarda. Bular 75 ming. Qaygacha? Oxirigacha. Bular 75 ming so'mdan ekan. Ana shu tugmali ko'ylakgacha. Ana shugacha-da, ha? 75 ming dedingiz, ha? Ha, 75 ming pachka. Pachka narxi 75 ming, donaga 5-6 so'm qimmatroq bo'ladi. Bu tomonlarchi hala? Bular 70 ming pachkaga. Bular 70 ming so'm. Pachka narxi. 90 ming dedi oxiri mashinani Mana nachosli ekan, narxi 90 ming so'm, oxirgi narxi. Ichini nachosli qalindan deyishyapti. Narxi 90 ming so'm ekan. Telefon nomeringizni qo'yaylikmi hala? Yo'q, o'zingiz keling. Telefon nomerida shart basyapti. Qanday zakaz bo'lsa o'zingiz kelavering deyishyapti. Bizning nomerlarimiz 33lik 309 41 87, 93lik 309 41 87 nomerlariga aloqaga chiqinglar. Bizda kuryerlik xizmati mavjud, yuk yig'ib berish xizmati. Assalomu alaykum, hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Videoga olib qo'yarakmi? Ha, bemalol aka. Nech pul beryapsizlar? Aka 20 ming ko'p olganga ozgina tushib beryapmiz aka. Narxi 20 ming so'm, pachka narxi. Ko'p olganga yana ham narxi tushib beramiz deyishyapti. Razmer chiqadi? Ha aka 50 dan 64 gacha razmer. 50 dan 64 gacha ekan razmer. Razmerga qarab o'zgaraveradi. 64larimiz 27 ming. Ha, 64liklari 27 ming so'm ekan. Bular elektr 56 aka. Elektr 56 ekan bulari. 20 ming so'm dedingizmi bular qanchadan? Ha 20 ming 20 ming so'm. 20 ming so'm kam bor ekan. Telefon nomeringiz nechi? 88lik 88lik 210 210 34. 0434 raqamiga aloqaga chiqinglar. Optim oluvchilar Ancha arzon. ancha arzon qilib beramiz deyishyapti. Savdolangni bersin, charchamanglar. Assalomu alaykum. Tepas xalatliklar. Qanchadan beryapsizlar bular? Ularimiz aka 110 ming aka. 110 ming so'm narxi, nachosli, ichi qalindan ekan. Razmeri qanaqa chiqadi? Razmer 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan. Rasvetkalari ham bir 5-6 xil rasvetkasi bor ekan. Bunisi-chi? Bunisi tugab 65 ming berdik. Buni 65 ming beribdi, tugab qolishibdi. Pachkalanganlari. Bular yangi deydi. Bunlarni yangilik deyishyapti. Bundan ham bir 4-5 xil rasvetka bor ekan. Narxi nech pul ekan? 65 ming. 65 ming so'm narxi, 50 dan 56. 50 dan 56 gacha ekan. Bunisi-chi? Bu ham shunaqa aka. Bu ham shunaqa 65 ming. Bunisi-chi? Chekada qancha ekan? Uni 55 ga beraman. Bu 55 ming so'm ekan. Telefon nomer aytib ketaylikmi? 91lik 91lik 057 057 26 21. 26 21 raqamlariga aloqaga chiqinglar. Telefon bo'lyaptimi o'zi? YouTubedan video olsa zakaz tushyaptimi?
savdolang bersin, charchamanglar. Assalomu alaykum. Videoga olarakmi? Kuchiga ketasizlar sizlarda olsam. Tanlib falon chekami deb. Mana ko'ylak tuyasi popchalar bor ekan. Qanchadan bo'lyapti narxlari opa? Narxlari 120 ming. 120 ming bo'lar ekan, shu uchovi, ha? Yo'q. Ha? Bunisi 120 ming, 110 ming. 120 ming, 110 ming. Chekkadagi 100 ming, mana shular hammasi 100 ming so'mdan ekan. Rasvetka razmerlari bor deyishyapti. Buni ko'ylak toshi boshqacha chiqdi, chiroyli. Ha, unimiz 100 ming. Buni narxi 100 ming so'm ekan, toshlari. Boshqacha toshlar bosilgan. Yangi Arab savdolar ham chepaslarda. Endi bundan buyog'i hali yuqaga o'tilsa kerak. Bular qanchadan? Ularimiz ko'ylagi 80 ming. Ko'ylagi 80 ming. 85 ming. Buni xalatlisi 85 ming. Mana kraskali ko'ylagimiz 75 mingdan. Oldida guli vishibga, juda chiroyli bosilgan, hali kashtaga o'xshab. Bunisi 75 ming so'm ekan, oldida pechati bor. Uchalasi materiali bir xil ekan. Ikkala uchovi ham o'sha tepasdan ekan. Yo'qolimiz ham o'zimiz. Qaysi? Mana yo'qolchalimiz. Bunimi buni olgan yo'q. Bunisi mana undan ham boshqacharoq bir tepasi yoqali, cho'ntaklari ham tosh bosilgan. Bu qancha opa? Ular 75 ming. Buni narxi 75 ming so'm ekan. 56 gacha bor, razmerlari bor. 46 dan 56 gacha dedingizmi? 56 56 gacha razmerlari bor, rasvetkalari bor ekan. Bunisi iplisi nech pul? Ularimiz 85 ming. Ipli 85 ming so'm ekan. Bu-chi katta? Velikan xalatlarimiz ham 85 ming. Velikan xalat 85 ming so'm. Rasvetkalari bor deyishyapti. Standart 60 razmer ekan bu. Telefon nomerlarini qo'yaylikmi? Nechilik? Telefon raqamlari 99lik 974 974 22 22 36 raqamiga aloqaga chiqinglar. Chiroyli vishibkalar bosilgan ekan, vishibkalar tikilgan ekan mana. Kashtaga o'xshab. Savdolang deb bersin, charchamanglar. Savdolang bersin. Oyoq kiyimlar turli tumanlardan yosh bolalardan to kattalargacha. Ashtapchikalar 55 ming so'm deyishyapti. Optimga donaga pachkaga sotib beradi bu yerda. Bu yoqda ham turli tumanlari. Assalomu alaykum. Yosh bolalar ekan. Unalar qancha beryapsizlar? 120 ming so'mdan ekan mana sapoklar. O'sha podrastkoy o'rta yoshdagi qizlarga, o'g'il bolalarga adashmasam, hammasi qizlarning kichiklik. Pachkasi arzonroq berasizlarmi? Nomerlarini aytib qo'yaymi? Narxiga hammasi har xildir, ha? Ha, narxiga. Telefon nomerlari 93lik 893 893 29 12 raqamiga aloqaga chiqinglar. Pachka olib turib shu nima deydi, savdo qilaman deganlar uchun narxlarni kelishtirib beradi. Donaga albatta nima deydi, pachka bozor bilan bir xil bo'ladi. Donaga pachka narxiga ancha arzon qilib kelishtirib beradi. Savdolang bersin. Telegramdan tanlasa, dastlabkamiz ham bor ko'proq. Telegramlang bor o'zlaringda. O'zlarining telegramlari bor ekan, dastavkalari bor ekan. Telefon nomeriga aloqaga chiqinglar, telegram orqali bir bog'laninglar. O'zlarining kanalini nima deydi, silkasini tashlab beradi. Shu orqali tanlab pachkalarni tanlasanglar, dastavka ham qilib beraveramiz deyishyapti. Savdolang bersin, charchamanglar. Yangi yilga ham mana 3-4 kun qoldi, xudo xolasa. Rejalar katta kelasi yilga xudo xolasa. Bizga o'xshab reja qilganlar. Kelasi yil mana ishlar qilaman deganlar ko'p bo'lsa kerak, xudo xolasa.
inshaalloh shu kunlarda shu rejalar amalga oshirish nasib qilsin hammamizga. Egasi-ku nima aytasiz? Yoqali ko'ylaklar yengilsa. 205'ten keldi. Assalomu alaykum. Qancha beryapsiz? 35 ming shular boshqa turganlar. 35 ming so'm birinchi dogilar. Ha, qaygacha? Qolganlari aka 25 ming so'm optim narxi faqat. Ha, optim narxi ekan, ya'ni shu pachkaga olganga 35 ming so'm birinchisi, qolganlari 25 ming so'mdan deyishyapti. Kapshonkamiz bor, kashmir qalin. Ular 60 ming so'm. Kashmir qalin 60 ming dedingizmi? 60 ming so'm ekan u. Razmeri katta razmermi uni? 54-58 возрастli Ha, video. 54-58 ekan shu. O'rta yoshlarga tushadigan. Hamma shunaqa razmer deyishyapti. Kattalarga tushadigan razmerlar ekan. Telefon nomerini qo'yaylikmi? 683 44 88 91lik. 91lik 683 44 88. 88 raqamiga aloqaga chiqinglar. Savdolang bersin. Bizda kuryerlik xizmati mavjud, yuk yig'ib berish xizmati. Bizni 33lik 309 41 87 nomerimizni saqlang qiling. Telegram bor, Telegramda kanalimiz silkasi bor. Shu silka orqali Telegram kanalimizga ulanishlaring mumkin. Telegram kanalga ulanib, Telegram kanalda shu ishlarda narxlari, rasmlari bor. Rasmlarni nima deydi, narxlari, razmerlaricha qo'yib borilgan. Bizga zakaz berishlar oson bo'ladi. Kamzirlar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qanchadan bo'lyapti kamzirlar? Bahori kamzirlar ekan. Yaxshimisiz? Narxi 70 ming so'mdan boshlanar ekan, 120 ming so'mgacha. Eka koja degan ekan-da. Bular bahori kamzirlar, shu fevraldan keyin sezon boshlanadi, xudo xolasa. Bunisi o'ta zo'r ekan, nima deydi? 5-6 cho'ntaklik hali baliqga kiyib boradigan bir shunga o'xshab ketar ekan. Keyin naryoqda hoji kamzirlar bor ekan, keyin u yoqda cho'pon kamzir bor ekan. 210 ming so'm ekan u cho'pon kamzir. Qandaydir yaxshi ko'rinamayapti. Paypoqlar qanchadan? 2,5 mingdan boshlanib, shu bir 4 mingdan atrofigacha. 4 minggacha bor deyishyapti. Donaga yo'q-a? Donaga yo'q, pachkaga bor deyishyapti. Shu bahor fasli shu paypoq sezonida asosan. Ular qishgami? Ular qishki ekan, ular hammasi qishki ekan. Asosan paypoqlar shu bahorda ketadi-da, eng uchgan payti. Telefon nomer qo'yaylikmi aka? Nechilik? Telefon nomerlar 88lik 415 95 75 raqamiga aloqaga chiqinglar. Shu nima deydi, kamzir paypoqlardan kerak bo'lsa, savdolang bersin. Og'amizda mana bunday bir qizchalarda, ayollarda shimlar, deymi, gamajlardan bor ekan. Bular qanchadan to'g'ri? Ular 7 mingdan beraman. 7 ming so'mdan beraver ekan. 7 ming so'mdan o'ta dahshat narx. Endi bu razmerimi bu? Yo'q. Standartmi? Standart 60. Standart 60 ekan razmeri. 7 ming so'mdan beraveraman deyishyapti. 7 ming so'mdan o'ta zo'r, qalin. Qalingina ekan, narxi 7 ming so'mdan ekan. Bularchi shimlar? 12 ming. 12 ming so'm. Bular razmeri? Ha. Malyutka 3 ta razmer 36 ming pachkasi. 35 mingdan beraman. Pachkasi 35 ming so'm ekan, donasi 12 ming dedingizmi? 12 ming so'm ekan. Şimdi bularchi? 18 ming. 18 ming, 20 ming. 28 ming hammasi. Bular 28 ming so'm. 56 60 ekan razmeri, narxi 28 ming so'mdan ekan shu. Katta razmer ekan. Kelarasizlar. Telefon nomeri yozib qo'yaylikmi? Yozib 90lik 566 58 25. 566 58 25. 25 raqamiga aloqaga chiqinglar. Mana shu nima deydi, ayollar shimlardan kerak bo'lsa